Hürmetli kürdümenler, bayatın biz bağlagan perdimizninki toğru yerge bağlandı mı ya hata yerdi mi deganini bilish uchun telefonumuzdaki app asosan bunu belgileymiz. Mesela InStuner namlı app'ni açımız. Açqandan keyin dutturumuzda en başta R bilen so yani notadaki yani D bilen G harfiga to'g'rilab tuzimiz. Alttasini urib baqamiz. Ma'nalang. Alttasini urib baqsaq to'g'ri ekan, yeşil yonda. Ustidagi so tarafini urib baqsaq, uzoq tuyankan chinib to'q. Bu yeşil yonda. Demek bu işkili tar tuzildi. Bunu tuzib olgandan keyin bayatın qo'shimcha bog'lagan mana ko'rib turgandek bu tarning ustiga besib urib baqqandan keyin mana bu hozir xato ustigirak azroq yo'tkilgan degan xat chiqdi. Shunga men buni azroq yo'tkayim kichikgina. Oldiga yo'tkab qo'ygandan keyin andan keyin besib urib baqaman. Endi yani A3 degan yandı, yeşil yandı. Demek muş o'rin to'g'ri degan bo'ladi. Endi yani qolgan perdelarning o'rnini mi qanday belgilaymi degan bir savol chiqdi. Bu vatanda kelgan ba'zi duttalarda bu perdelarning o'rni %100 to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Çünkü buni qanday belgilaymi degan vaqtda albatta buni bilgan bo'ldi. Biz uga vaqtda yani E3 mi ovoz en üstün bilgan vaqtda mundaq chiqadi. Birinchidan boshlaylik. Buni boshqa vaqtda mi degan ovoz, keyindan boshqa vaqtda ko'tarilgan mi, undan keyin yani boshqa vaqtda fa ovoz, yani F. Mush bo'yicha har bir perdaning ustiga besib turib chekkan vaqtida bu app avtomatik holda shuni tuniydi. Perdaning ustini besib turib chekkan vaqtida bu app'ning ustidagi ekranda yeşil yansa bu to'g'ri bo'ladi degan gap. Hozir menim hozirda yenib ketgachga to'g'ri chiqmadi. Hozir men buni mesela so ovozini ustine G'ni 5-perdimiz besib turib tarimiz urgan vaqtida sistem avtomatik buni bayqab mana yeşil bo'ldi. Demek bu to'g'ri degan gap. Shu qolgan perdelarni mushunga o'xshash tekshirib chiqsangiz bo'ldi. Mesela ma birini tekshirdik, bu mu do ovoz ko'tarilgan C4 degan gap yeşil yonda, buning o'rnimi to'g'ri degan bo'ladi. Mushunga o'xshash qarindoshlar dutturimizning ustidagi har bir perdani birdan tekshirib chiqib, şu ekranda yeşil yangandan keyin bu perde joyida ekan deb tushunsak bo'ladi. Agar perdelar joyida bo'lmasa, boshqa vaqtda xato ovoz chiqdi, o chaqda melodiya ahangimizmi to'g'ri chiqmay qoldi. Shunga hammanglar qulay kelsin. Agar texmi inchikilib o'rganmoqchi bo'lsanglar, men bilan aloqalashsangiz bo'ldi. Email orqali, WhatsApp orqali her zaman yardım qilishga tayyorman.